Ördeklar sotiladi. Ve 12 kun, 13 kunlik, 14 kunlik bo'ldi shunaqa. Favorit aralashgan raqamlar. Mana 2 kunlik, 2,5 kunliklar bor. Mingtadan oshiqroq 2 kunlik bor. Mana ular 5-600 ta, 700 ta kattaroqlari. Sotiladi. Andijon viloyati Jalolqulov tumanida. Dimitrovda. Narxini kelishamiz. Hammasi optim sotiladi. Mana bu setkalar ham bor. Sotiladi zavodskiy.